Ha, xo'p, qanchada foyda kirar ekan shu? Qanaqa 5 yil, ey? Men shu yilda o'zida foyda ko'rmasam, umuman aralashmayman. Bir tiyin tikmayman. Qanaqa odamlar? Bu biznes. Men naqd foyda ko'rmasam, umuman aralashmayman. Bo'ldi, tamom. Hormang qo'shni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bor bo'ling. Nimaga kelyapsiz? Shu yong'oqni yangi navini ketgandim. Bu qachon foyda qachon hosil beradi? Bu yaxshilab qarasangiz 15-20 yilda berar ekan meva. Endi umringiz uzoq bo'lsin qo'shni. U kunlarda bormisiz, yo'qmisiz? Ha, endi biz ko'rmasak, farzandlar ko'radi, qo'ni-qo'shni ko'radi. Qolaversa, mana shularning hammasini rozi bo'lib, niyatlarni to'g'rilab ekanmiz-da. Bunga yaxshilab qarasangiz, 300-400 yil yashar ekan, meva berar ekan. Shuncha yil soyasi bilanmi, mevasi bilanmi odamlarga naf tegsa, savob yetib turadi-da qo'shni. Qoyil. Shu 400 yil yashar ekanmi? To'g'risi men ham boshida sal shubhalandim. Hali qishloqqa borganimda 2-3 asrlik yong'oqlarni ko'rib, ilhomlanib ketib, shartda kelib ekib bordim hozir. Qanaqa odamlar? Men shu yilda o'zida foyda ko'rmasam, umuman aralashmayman. Bir tiyin tikmayman. Qoyil. Endi bitta ish qilamiz qo'shni. Mana shuni olib qo'yasiz-da. Shu savobiga men ham sherik bo'lib qolay. Yo'q, qo'yavering. Yo'q, qo'yavering. Yo, bu shundoq ham sizning nasibingiz bor bunda. Qo'yavering. U boshqa masala. Bu boshqa masala. Bo'ldi, oling. Rostdanmi? Qo'shni chin dildan beryapman. Bu ajoyib ish bo'ldi-yu. Nima? Boya bu qachon hosil beradi deyotgandingiz. Ana ekishim bilan birinchi hosilni oldimi? Qo'shni, gap yomon olasizda, qarang. Rostdan-da, to'g'risi ham qo'shni. Qarang. O'zi ishdan asabim buzilib, kayfiyatim tushib kelib turdim. Kayfiyatim ko'tarib yubordingiz. Buni ta'birlash kerak. Endi yoniga mana mashina ham qo'shib qo'yamiz, xo'pmi? Oling. Oling, chin dildan beryapman. Jiddiy aytyapsizmi? Roziman. Ishoning. Qo'shni. Qoyil. Qo'shni, bu odamlarni daraxti bir yilda necha marta hosil beradi bilmadim-u. Bizniki ikkinchi hosilni berdi hozir. Gap yo'q. Faqat endi bo'ldi qiling. Maylimi? Yonimdan naqdim qolmadi boshqa. Yo'q, buni solib qo'yish undagi. Olib qo'ying uni. Unda bu daraxtga yaxshilab e'tibor beray. Hali bundan ko'p hosil olishim kerak. Keling, qo'shni shuni suv quyib yuboraylik, keling. Bering. Mana shu joyga suv qo'yasiz. To'xtang. Bo'ldi. Bo'ldimi? Quying. Yaxshimi? Bo'ldi. Yashang qo'shni. Hali endi haqiqiy savobga sherik bo'ldingiz. Bu daraxt katta o'zini endi.